Assalomu alaykum chorishqibozlari. Muslim Chorva kanalining hurmatli obunachilari, bizni yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, chorishqibozlari. Bugun 6-may hafta kuniga seshanba videomiz Andijon viloyati Sharxon tumanida joylashgan o'zimizning xonadondan. Akalarim, kecha 14 bosh buzoqlar chiqargandik. To'g'rimi akalar? Chiqargandik. Kechamil yar kuni hammasi sotildi. Hammani chorvasiga baraka tilaymiz. Bir qator mollarni ko'rsatib qo'yamiz. Muslim chorvada manaqa zo'rlari bo'ladi akalarim. Mana. Videoni chiqardik, bir ikkita negativ ham bo'ladi-da. Qimmat deydi moling deydi. Alloh omadini bersin hammani. Qimmat bo'lsa, bozorga borib sotadigan odam oldi-da. Foydalanadigan odam bozorga borib sotaman uka deb oldi. Narxlarni aytmay qo'yaraman, chunki ya'ni meni ko'rayotgan bo'lsa, tushunmovchilik bo'lmasin, to'g'risi akalar. Chunki yana balki YouTube'ga qo'yar, balki internetda sotsa, manchidan sotibdi-yu degan narsa bo'lib qoladi. Shuning uchun bir qator mollarni ko'rsataylik. Akalarim, mana. Kecha chiqargan mana. Zo'rlari ham hammasi sotildi akalar, bir joyga mana. Bu qaranglar. Spat qaranglar. Mana. Qaranglar. Qoralari ham bor akalar, mana. Qora bo'ldi degani mesni bo'ldi degani emas. Qirg'iziston ham hali boshqa bir o'lka emas. Qirg'iziston ham O'zbekistonga yaqin, mana. Qora paroda, lekin Qirg'izistondagi akalar, lekin mesni parodadan yeb ichish yaxshi endi akalar. Shuning uchun mana bu shved paroda bilan qora parodani orasida Qirg'izistonda ham razницasi bo'ladi. Masalan, mana 10 million bo'lsa, mana o'zi 9 million bo'ladi. Qirg'izistonda ham 1 million, 2 million farqi bor. Bu shved parodadan ko'ra. Qirg'izistonda ham akalar. Shu tomonlarni ham hali inobatga olinglar. Xudo xolasa, o'zimiz 5 oy oldin, 4,5 oy oldin bu mollarni bergandik, akalar. 4,5 oy oldin bergandik. 6,5 million so'mdan, 6,5 million so'mdan bir dona mashina 8 million 800 ming so'mga berganman akalar. Bir dona mashina 8 million 800 ming so'm berganman. 4,5 oyda mana qancha foyda. 5 oy asha dekabr, noyabr oylarida ham 6,5 million olib kelsam, odamlar qimmat deganda, mana shved parodalarni olib kelganman. 4,5 oy oldi mana mashinalarda. Hammasini bitta sotganman. 20 bosh sotganman, 18 boshini menga qaytarib sotdi akalar. Mana mashg'ulotda 4,5 oyda mashg'ulotga yetib kelyapti. 90 santimetrlik kichkina buzoqlar. Moldan foyda yo'q deydiganlarga jo'natib qo'yinglar, jigarlar. Mana. Hozir qo'yg'usi yo'g'ini 15 million so'mdan baho qo'yganman mana shu qo'yg'usi yo'q. 14 ta molda akalar. Foydalanadigan odam oldi. Aniq narxni aytishim shart emas. Mana, akalar, ko'rib turibsizlar. To'g'ri, mana kichkinalari ham bor, 1 metrdan baland. Lekin kattalari ham bor. Qo'yg'usi yo'q, bitta narxga sotildi akalar. Mana. Qirg'iziston paroda qanaqa o'zgaradi deganga mana shular ham 6 million 700 ming so'mga berilgan ekan. Mana shu. Mo'lardan mana o'zi bitta mana o'sini o'zi mana shuni o'zi 6 million 200 mingga berilgan. Mana shu. Ko'ringlar? Hozir necha pul bozorda akalar? Shu tomonni ham bunday solishtiringlar. Двойной tashaverarganda 5 oyda. Mana. Qora parodalari ham bor, mana qulog'ida sirg'asi ham bor. Endi hali o'zimiz mesni parodaga o'xshagan, lekin yeb ichishi zo'rda bulardi. Yeb ichishi zo'r akalar. Ozgina ba'zi farqi bo'ladi, lekin bular endi shved. 2-3 ta qoralari ham bor. Mana ma'larga ham baylab qo'yganmiz. Hozir ko'rsataman. Akalarim mana. Mana bu 4 tasini o'zim o'rtog'imga sotganman akalar. Joylarini tayyorlayapti, shunga uyimizda turibdi mana. 6,5 millionlik buzoq 4 oy, 5 oyda qancha, 4 oyda qanchalik o'zgaradigan mana. Mana shu kelganda 3 oylik atrofida edi. Yosh buzoqlar edi. 4 oyda mana 7 oy, 8 oylik bo'ldi. Mana bo'ylari 1.5, 1.10 chiqib qolsa kerak. Mana shunaqa holatga keladi akalar. 6,5 million pullar двойной tashiydi. Endi mollar juda qimmatlab ketdi. 10 millionga olsanglar 6 oyda 20 million bo'lar ekanda. Mana oddiy mana shundan misol. Moldan foyda yo'q deydiganlarga jo'natib qo'yinglar. Mana akalar. Bitta mana o'sa nargindan, mana 3 o'sa shu o'rtog'imga sotganim. 3 ta, mana bu bilan 4 ta akalar. 18 bosh olib keluvdi-da. 14 bosh bir joyga, 4 bosh shu o'rtog'imga sotilgan. Shu Qirg'iziston parodalar akalar. Hammani ishlariga omad. Hammaga rahmat akalar. Like bosinglar, obuna bo'ldinglar. Yana yangi kirganlar sразу obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Muslim Chorvada mana shunaqa buzoqlar bo'ladi.
Xudo xolasa bozorga borib sotsanglar ham foyda qiladigan qilib beraman akalar. Negativchilar bozorda arzon deydi-yu, mana bozorga borib sotaman dedi. Nima deb fikr bildirasizlar? Alloh omadini bersin hammani.